Tasbih namozi nafl namoz hisoblanadi biz dinimizda. Tasbih namozi xuddi peshin namozini avvalgi 4 rakat qanday o'qilsa xuddi shunday o'qiladi. Faqat mana shu bir necha o'rinlarda demak payg'ambar alayhissalom o'rgatgan tasbihlar bor. Mana shu har bir rakatda 75 marotaba tasbihlar aytiladi mas'ul. Rasululloh o'rgatgan. Mana tasbih namozini o'qish uchun avvalo mana shu tasbihlarni yodlab olish kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu tasbih nimani hozir aytib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Yana bir marta takrorlayman. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Mana shu tasbihni demak har bir rakatda tasbih namozi 4 rakat bo'ladigan bo'lsa, har bir rakatda 75 marotabadan aytishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom shunday o'rgatganlar. Xo'sh, bu qanday o'qiladi? Mana shu tartibda hozir qo'limizdan kelgancha sizlarga o'rgatishga harakat qilamiz. Avvalo tasbih namozini o'qishlikka niyat qilamiz. Ya'ni niyat qilib 4 rakatlik tasbih namozini o'qishlikka. Allohu akbar deb, demak o'sha quloq qoqib, qo'llarimizni bog'lagan holatda namozga kirishamiz. Avvalo sano o'qiladi, bilasizlar. Sanodan keyin A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Fotiha surasi, Zam sura. Mana endi Zam surani o'qib bo'lgandan keyin mana shu joyda 15 marotaba Zam surani o'qilgandan keyin hali ruku qilmasdan oldin 15 marotaba yuqorida aytgan tasbihimiz, ya'ni subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Mana shu tasbihni Zam suradan keyin 15 marta o'qiymiz. Keyin 15 marta o'qiganimizdan keyin Allohu akbar deb takbir aytib rukuga ketamiz. Rukuda ham mana shu tasbihni, ya'ni subhanallohi valhamdulillahi la ilaha illalloh vallohu akbar. Rukuda ham mana shu tasbihni 10 marotaba aytamiz. Samiallohu liman hamidah deb qaytamiz. Qavma deydi. Mana shu turgan joyimizda yana o'sha tasbihni 10 marotaba aytamiz. Yana takbir aytib sajdaga ketamiz. Ya'ni birinchi sajda. Mana shu sajda qilgan holatimizda yana o'sha tasbihni 10 marotaba aytamiz. Mana faraz qiling, mana birinchi tasbihni aytyapmiz. 10 marotaba tasbihni aytdik. Allohu akbar deb qaytamiz. Ikki sajda o'rtasida o'tirishlik. Mana shu joyda ham 10 marta yuqorida zikr qilingan tasbihni aytamiz. Yana Allohu akbar deymiz. Ikkinchi sajda. Ikkinchi sajdada ham 10 marotaba yana o'sha tasbihni aytamiz. E'tibor bergan joyi bor. Ikkinchi sajdada 10 marotaba mana shu tasbihni aytib turganimizdan keyin demak yana o'tirgan holatimizda 10 marta tasbih aytiladi. 10 marotaba yana yuqorida zikr qilingan tasbihni aytib, keyin takbir aytib ikkinchi rakatga turamiz. Demak, shunda bir rakatda yuqorida zikr qilingan tasbih 75 marotaba aytiladi. 75 marotaba aytilgan tasbih 4 rakatda, har bir rakatda aytiladigan bo'lsa, umumiy 300 marotaba demak o'sha yuqorida zikr qilingan tasbih mana shu 4 rakatlik namozda 300 marta aytiladi. Shuning uchun ba'zi ulamolar bu namozni demak otida tasbihlar namozi deyiladi. Xo'p, mana shunda payg'ambar alayhisalom Abdulloh ibn Abbos amakilariga xuddi shu tarzda Rasululloh o'rgatganlar. Xo'p, mana shu tasbih namozini fazilati qanaqa? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, amakilari Abdulloh ibn Abbosga: "Ey amakajon, men sizga hech kimga bermagan bir hadiyani beraymi? Men sizni yaxshi ko'raymi? Sizga shunaqangi eng zo'r narsa o'rgataymi? Sizga demak silay rahmni bog'laymi? Sizga bir hadiya beraymi? Sizga yaxshiliklarni ilinaymi? 10 ta xislatni o'rgataman. Agar mana shu narsani qilsangiz, ya'ni tasbih aytib mana shu namozni o'qisangiz, Alloh taolo sizni hamma gunohlaringizni kechiradi."